Kishilik huquq kuzatish tashkiloti yangi e'lon qilgan dokladida Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratilgan ta'qib qilish doirasida bir xil yanfon yumshoq detallar orqali kishilarning shaxsiy uchurlarini to'playotganligini o'tirib qo'ydi. Sharqiy Turkistonda Xitoy soqchilari qo'llangan bu yumshoq detalning Uyg'ur va boshqa musulmonlarning bo'y egizligi va ig'irligidan tortib ko'z tasvirigacha bo'lgan barliq uchurlarni to'playdiganligini bildirdi. Dokladda doiralarning 36 xil ish harakatni alohida ko'rsatganligi, bularning kishilarning qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatlaridan tortib, aqliy iqtidorlik telefon shiltishi, masjidga pul iyona qilgan yoki qilmaganligi, normadan oshirib tok shiltishi qatorliqlarni o'z ichiga olganligini bildirdi. Doklad yana kishilarning Sharqiy Turkistondagi tuqqanlarining WhatsApp va VPN qatorliq yumshoq detallarni tushirilganligi uchun qo'lga ilinganligini aytganligiga ishorat qilindi. Sharqiy Turkistonda assimilyatsiya siyosatini davomlashtirayotgan va masjidlarni chiqayotgan Xitoyning Aljeriyada masjid solganligi bildirildi. Bu masjid Afrikaning eng cho'ng masjidi bo'ldi ekan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi madaniyat qirg'inchiligida masjidlarni vayron qilishi ommaviy taratqularda keng taralgan edi. Bo'libmi, necha yuz yillik tarixga ega jamiyalarning buzg'unchilikqa uchrashi diqqat tortdi. Qozog'istonda iyunda o'tkazilgan davlat raisi saylamiga qarshi Almuta va poytaxt Nur-Sulton shahrida namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar davlatning rahbarlik qatlamida yuz bergan o'zgarishni pardalash uchun faqat rasmiyat uchun o'tkazilmoqchi bo'lgan bu saylovni boyqut qilishga chaqirdi. Qozog'istonga 29 yil rahbarlik qilgan Nur-Sulton Nazarboyev bu yil 3-oyda huquqni kengash palata raisi To'qayevga o'tkazib bergan edi. Almutada bir bog'chada yig'ilgan kishilar mustabidlik va diktatorlik yo'qolsin degandek shiorlarni to'ldi. Xitoy doiralariga istixborot uchurlarini ta'minlash orqali Markaziy istixborot idorasi CIA xodimlarining o'ldirilishiga sabab bo'lish bilan ayblangan sobiq CIA xodimi Jerry Chunshingli jinoyatini e'tirof qildi. Uning muddatsiz qamoq jazosi berilishi mumkinligi bildirildi. Sud mahkamasining bildirishicha, 54 yoshli Li 2017-yili Markaziy istixborot idorasidan ayrilib, Hong Kongga kelgan. 2010-yili Xitoyning ichki istixborot amaldori bilan ko'rishgan. Ular har bir ma'lumot uchun $100,000 berishni va umr bo'yi beqishga kafolat qilishni va'da qilgan. Buning bilan 2010-yildan 2013-yillar orasida uning hisobiga necha $100,000 urilgan. Li 2018-yili 1-oyda Hong Kongdan Nyu-Yorkka kelganda aeroportda qo'lga ilingan. Aylardan buyon ig'ir siyosiy krizga petib qolgan va Amerika qo'llayotgan o'qituvchilarning harbiy o'zgarish qo'zg'ash urinishini boshdan kechirgan Venesuelada prezident Maduro askarlar bilan yurish orqali kuch ko'rsatdi. Poytaxt Karakasning janubidagi bolivarchi qurolli qismlarning bazasini ziyorat qilgan Maduro yuzlarcha askar tomonidan qizg'in kutib olindi. Maduro askarlarga xitob qilib, asosiy qonun va qonunlar asosida birlashgan bolivarchi qurolli qismlar xoinlarga va harbiy o'zgarishga qarshi kurash qilishi lozim dedi.